bir hikayeden birini anlap kalgan. Bu hikaye bir namrat adamning hayatını o'zgartgan hikoya. Agar tövende 2 minutda şu gapimni, şu hikoyani tushunarsanlar, cho'qim sizlarningki hayotinglarda o'zgarish o'tdi. Sizlar cho'qim bir oltindan birini bayqaysizlar. Ayni vaqtda intayin namrat bir odam, buningki boy o'g'isi bor. O tuyuqsiz bir kunsi katta intayin boydan biriga uchrab qolgan. Onunki boy o'g'isi bor, u boy odamdan so'lgan. Men qanday qilib sana aylanib olayman degandan keyin u boy odam o'sha namrat odamga 12 batliq bir tal kitobdan meni sovg'at qilgan. Undan keyin o'sha kitobni sovg'at qilgandan keyin o'sha namrat odamga degan: "Sen ma kitobni mening diginim bo'yicha o'qisang, sen cho'qim ma'oshar baydamga aylanolsan" deb bu kitobni birinchi babni her kuni ettiganligi bir qatim, tushlikka bir qatim, kashga bir qatim o'qiysa. Bir babni bir oy o'qimay turib, ikkinchisiga o'tmaysa, sen mana o'qib bo'lgandan keyin bir oyda bir bab o'qiysa, undan keyin saqqina bir yil o'qigandan keyin o'sha bir kitobni sen hayotingni o'zgartirasan degan. Undan keyin o'sha bola qanday qildi? O'sha namrat odam o'sha boyning digini bo'yicha her kunisi ettiganligi bir qatim, tushlikka bir qatim, kashga bir qatim, bir kunda bir bab bir oy o'qib bo'lgandan keyin ikkinchisiga o'tkazgan. 3-chi, 4-chisiga o'tkazib kitobni o'qib tugatgan. Undan keyin o'sha odam natija qozongan. Men bu hikoyani anlagandan keyin hem bu kitobni nurg'un odam o'qib biqildi. Bu kitobning ismi Yang Pijuan deb anglab baqqanman. Qo'yning terisi deydigan bir kitob bor. O'sha kitob mening qo'limga tushgan chog'da men qanday qildim? Men o'sha hikoyaning ichidagi odamga o'xshash saranglarcha ishinib, saranglarcha her kuni ettiganligi bir bab, her kuni tushlikka bir qatim, kashga bir qatim, her kuni faqat bir bablam o'qiyman. Undan keyin bir babni bir oy o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi babga o'tdim. Men ashta qilib saranglarcha bir yil o'qidim. Undan keyin men bu kitobning ichidan bir intayin bir oltin go'hardan meni bayqab chiqdim. Bu go'harning nimaligini bilganim bormi? O bo'lsa-mu shangshin deyilgan. Ishinishning kuchi. Nurg'un odam bu kitobni ko'rdik. Ko'rgandan keyin agar sen bu kitobni har kuni ettiganligi bir qatim, tushga bir qatim, kashga bir qatim o'qib, oqimoqqa bir yil o'qisang, bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin natija olaysan desa, nurg'un odam ko'rib, nima bo'ldi? Tashib tutib. Undan keyin nurg'un odam buni o'qib biqib, bu bikonasi ekan deydi. Lekin qanday odam natija qozonalaydi desa, mayunninki bir gapi bor. U bo'lsa-mu saranglarcha ishinish, undan keyin saranglarcha qilish, saranglarcha qisqagina necha yilda necha million pulni tepib ketish. Aqlliqli qilib hisoblash, aqlliqli qilib taxmin hisoblash, eng oxirida namrat odamga aylanib qilish. Magapni anlamaganmi? Shashadi shin, shashadi gan, ranhoju jalla hoji chanwan. Jingming de suan, jingming de gan, zuyho biancheng chonggang dan dedi. Saranglarcha ishinib, saranglarcha qilsangiz, saranglarcha million pul topasiz. Agar aqlliqli qilib hisoblab, aqlliqli qilib qilsangiz, eng oxirida shu namrat odamga aylanib qolasiz. Masalan, Alibaba nurg'un odam kelgan ayni vaqtda Alibaba shirkatiga. Lekin nurg'un odam nima shirkatdan chiqatdi bilamsizlar? İşenmeganlik uchun. Lekin izchil ishinib manganlar saranglarcha necha 100 million pul topmadimi? Anglab bakmaganmi bu hikoyani? Mayınga yaşka 18 palvan ameliyatda o'zining o'quvchilari, nedeki namrat xizmatni topamagan odamlar. Kim qandiga hozir shunjasi necha 100 milliondan ishib ketganda, ashuni saranglarcha ishinib, saranglarcha qilganda, undan keyin natija qozondi. Undaqda men sizlar güzelliğine hikaye sözlep bergen anlap baqqanlı bilitum. Men saranglarcha ishinib, saranglarcha qildim, undan keyin saranglarcha natija qozondim. Shunlashqa ma kitobni cho'qim sizlarni o'qib biqinglar. Mening deganim bo'yicha o'qisanlar, sizlar cho'qim bu kitobning ichidagi boyliqni topa olasizlar. Bu boyliq bo'lsa shu dal
ishonishning kuchi. Chunki hech qanday bir odam o'zi ishonmayotgan bir ishni